Әмді Нұрәли аблызның bir yılınızdaki 8760 saat namlıq əsrinin davamını anlatımız. O'qitish ideyasidagi farq tufayli oramizda ozroq surkilish va talash tortishlar bo'ldi. Keyin kishilar bu ikkimizning hamisha chuchu xo'rozadek hurpaygili orala turdiganligimizni, ham ishda qarshilashib turdiganligimizni bayqabdi. Odamni bo'zaq qilmani deb turdigan Las Vegaslik bu yo'ldoshning oldida mening qilchi bo'y bergim kelmadi. Oxirgacha kurash qilish ruhimni namoyon qilib turdim. Chet ellik bilan urushib qolgan ish bo'lsa-mu, nimishqa bo'y bergidekman. Nimishqa ziyon tatqudekman deb o'yladim. İngilizcha ig'iz til saviyammi yaxshi bo'lg'achqa, har qatim takolishib qolganda inglizcha gap talashatdim. Biz doim urushib tursaqmi, bu sababli xizmatga ta'sir yetkazishni xohlamaydik. Shunga har qatim so'qish bo'lgandan keyin birlikda qahva ichib, qiziqarli ishlar to'g'risida paranglashdik. Shunda qilib oramizdagi xafaliklar tugatdi. Ammo bir qancha kun o'tmayla yana gap talashib qolatdik. Bir odamning qandoq ishga ochiqlanganligiga qarab, uning ko'ngli ko'ksining keng torligiga baho bergili bo'ladi. Kichikkin ishlarga xafa bo'lib ketadigan odam cho'qim ichtar odam. Agar cho'ng ishlar uchunla xafa bo'lsa, bundoq odamni ko'ngli ko'ksi keng odam deymiz. Men Las Vegaslik apandini xafa bo'lmaslikka undigan vaqtimda hamisha shundoq deydim. Shuning bilan u texmi xafa bo'lib, "Ey so'yma, texim mana aql o'rgatgudek bo'ldingmi? Bu gapni sana men deb bergan bo'g'iding" deydi. Bir qatim ikkimiz sulh qilishga kirishgandan keyin beli tomoq yegil bordik. Yeb bo'lay deganda ikkimiz yana ziddiyatlashib qilib, hatto voqirishib ketdik. Atrofdagilar ingliz tilini degandek bilib ketmagachga, bu ikki chet ellik nimaga urushayotgandi deb ichib pushgan bo'lishi mumkin. Kunda uning bilan urushqashqa kayfiyatim cho'ng ta'sirga uchraydi. Yengib olsam xushal bo'lardim. Yengib qolsam beshim tushib ketadi. Amaliyotda bu barliq raqiblar yo'liqadigan ahvol. Siz eng o'shmanli qiladigan odam hayotingizning xo'jayiniga aylanib qoladi. Siz doim uningga qarama-qarshi tursiz. Ammo u bilib bilmay tafakkuringizning boshqaruvchisiga aylanib qoladi. Birdam so'qishib, birdam yarishib yurish jarayonida odam o'zining kayfiyatini tanishishni o'rganib oladi ekan. Ko'p narsani bilib oldim. Las Vegaslik apandi bilan qarshilashib o'tgan o'sha mezgilda men o'zimning mayli logikalik munozara qilish jihatdan bo'lsin va yoki ingliz tilida ifodalash saviyasi jihatdan bo'lsin, ko'p ilgirlab ketganligimni bayqadim. Ilgari ishlarni faqat o'zimning fikri yo'l bo'yicha, logikasi aniq bo'lgan ingliz tili bilan tushuntirdim. Keyin kayfiyatim yaxshi bo'lmagan ahvoldami, o'ylaganlarimni inglizcha ifodalashning har xil shakllarini tezlikda o'ylab topa oladigan 150 kilogram keladigan qovul chatallikni qilcha qo'rqib qolmasdan 100 muz so'roqqa torta oladigan bo'ldim. Hozir o'ylasam, Las Vegaslik apandiga rahmat etqim keladi. Garchi doim takolishib qolsaqmi, u hamma gapni oldimda deydi. Men bilan oshkora qarshilashadi. Jamiyatga chiqqandan keyin masalani oldinda o'tirg'i qo'yadigan odamlarning borgancha ozlab ketayotganligini, aksicha odamning orqasidan gap qiladigan, hatto o'g'ri qo'llaydigan odamlarning borgancha ko'payib ketayotganligini bayqadim. Las Vegaslik apandidan xizmat so'rliq munosabatlik nurg'un ishlarni o'rganib oldim. U bir qobil boshqaruvchi edi. Osonlikcha bo'ldi qilmaydi. Inchki halqalarni ching tutadi. Boshqalar diqqat qilmagan nurg'un masalalarni bayqay oladi. Jumboda eg'izda bergan va'daga ishinib, nurg'un muhim ishlarni qog'ozga yozmaymiz. Mushu sababdan nishonga yetolmagan chog'da kimning mas'uliyatini surish qilishini bilgil bo'lmaydi. Lekin u hamisha ishni qog'ozga xuddi qonun moddallarini yozgandek aniq, ratlik yozishni talab qiladi. Bundoq bo'lganda keyin biror chatoq chiqib qolsa, tenib olg'ili boshqalarga istirib qo'yg'ilmi bo'lmaydi. Oramizdagi jidalga sabab bo'lgan o'qitish ideyasi masalasida Las Vegaslik apandining fikrining yo'lliq ekanligini bayqadim.
o'quvchilarga biroqla qiyin nuqtalarni bildirman deb turib olsak, o'rganish qizg'inligi so'slab, o'rganishdan, maktabdan qochadigan bo'lib qoladi ekan. Demismi, bizni saqlanayotgan masalalarning biri dal shu. O'quvchilarning o'rganish qizg'inligini qo'zg'ashga ahamiyat bermaslik, o'rganishni majburiyat, vazifa qilib qo'yish. Natijada ko'zlagan unumga erisha olmaslik. Bularning hammasi mening texnik munavvar odam bo'lib chiqishimga, pishib yetilishimga foydali bo'ldi. Las Vegaslik apandi. Mayli siz hozir qayerda bo'ling, mening sizga bir og'iz rahmat davolg'im bor. Sizni yiqitolmag'ini sizni kuchaytirdi. Nurali ingliz tili programmasining minnatdorlik bayramiga bag'ishlangan maxsus sonida mundaq gaplarni qilgan edim. Boshqalardan eshib tushgan vaqtingizda ular sizga havas, hasad qiladi, g'azabni qiladi. Boshqalarning keynida qolgan chig'ingizda ular sizni mazoq qiladi. Boshqalar bilan tang tursangiz, ular sizni ko'k deyishadi. Odamlar shundaqmi bo'lamdi deb gumon qilmang. İnsanning tabiati shundaq. Mana bu rahimsiz reallik. Dünya mukammal emas. Biz mukammal bo'lmagan mushundaq dunyoga ko'nishimiz kerak. Bizga har kuni har xil xish-kesaklar etiladi. Ulardan o'zimizni qochirgandan ko'ra, bir kechada xosiyatlik odamga aylanib, ularni bechit qilish ham xiyolga cho'kishning o'rniga, oshu xish-kesaklarni birdan tizib, o'zimizning qal'asini qo'pirganimiz tuzuk. Yangi xizmatga tushgan bir qism xizmatdoshlarim hamisha menga dard to'kidi. Ular nimishqa meni o'shmanlik qiladi. Kaynimdan yumusan joydi, hatto putimga hurkisa qo'ydi. Ular nimishqa shunda qiladi deb qalisidan o'tkazolmaydi. Qutulib chiqishning amalini topolmay besh qatidi. Hech kim hamma odamni rozi qilolmaydi. Bo'libmi manfaat munosabati ichida turgan ahvolda. Xizmat so'rini ba'zida jangohga o'xshaydi. Sen yashasang men o'laman. O'z dadingiz yoki o'gay dadingiz palonchi yoki pukunchi bo'lsaqandaqkin, bo'lmasa yangi ishga tushgan so'ymalar koni xizmatchilarning bo'zaq qilishiga, boshliqning e'tiborsiz qarashiga uchirmay qolmaydi. Ularning orasidagi nihoyat oz bir qism kishilarla o'zib chiqib, o'z qimmatini ishga oshira oladi. Ko'p qismi xohlaganda almashtirvasi bo'ladigan ushshaq ventillarga aylanib qoladi. Oqibati texmi echinishlik bo'lganlari ishdan haydaladi. Mening bir muxbir do'stim Shoya odam o'ylab yetaladigan barliq xish-kesaklarning zarbasiga uchrab baqqan. To'liq kurs, aspirantlikni donliq oliy maktabda a'lo natija bilan bitkizib, ko'zning yig'in yeydigan tarjima holini ko'tarib, to'lib toshgan ishonch bilan xizmatga tushish oldida turgan chog'da dunyo uningga to'limi go'zal tuyulgan edi. Ammo idoraga borgan tunji kunila o'ylamagan yerdan uchib kelib, peshonasiga tekkan bir qon chiqish parchasi uning beshini qaytirib etdi. U asli xizmatdoshlari bilan eng tez suratda chiqib ketishni, ularning ko'proq yo'l ko'rsatishi bilan xizmatda boldiroq to'kib ko'rsatishni umid qilgan edi. Boshlig'i uni bir qancha yillik koni xizmatchi og'a agishib, ko'proq narsa o'rganishga buyuribdi. Shoya xizmatdoshi O bilan tunji qatim ziyoratga chiqib qaytib kelgandan keyin xizmatdoshiga ko'proq yordam qilish uchun kechich uxlamaydigidek maqol ratlab chiqibdi. O uningga maqolaning temasi va yo'nalishini deb bergandan keyin xilidan beri ko'rayotgan qismli kinoning oxirini ko'rishga boshlabdi. Oradan birer soatni o'tmay turibla O tuyuqsiz boshlig'ini chaqirib kelib, Shoya yozayotgan originalni ko'rsatib turib, "Mana qarang boshliq, donliq maktabni bitkizgan aspirantning saviyasi mushu. Bir parcha maqola yozishga buyrug'ini ne vaq? Kolla desa paqalchoq deb yozganini oz deb, mushundaqmi osti yozamdi?" debdi. Shoyaning mana deb berishicha, u dong qetib turibdi qapti. Xizmatdoshi uni haqiqatan shu temani yozishga buyurgan ekan. Uning ustiga yangi ishga tushgan bir odam 4000 xatlik maqolani 1 soat ichida yozib bo'lolmaydi-da. Shoya andini tushundiray deb turishiga boshlig'i uningga umidsizlik nazari bilan qarab qo'yib, "Ko'proq o'giting" deb ketib qopti. Shundan keyin Shoya xizmatdoshidan har xil vazifalarni topshirib olgan bo'pti. Tavus chog'ini oqshimi orom olmaslik, ishxonada o'ltirib atsi gizitga chiqmaydigan bir parcha maqolani yozish. Kech soat 12da radio stansiyasiga telefon berib, xabarda asla yozilmaydigan tafsilotlarni surishti qilish degandek. Ko'ngil qo'yib, boshqa turib yozgan maqolalari 10 tatur qilinib,
muhim yerlari qisqartirilib, hech nimaga o'xshamaydigan 200 xatga yetmaydigan quruq gapga aylantirib qo'yildi ekan. Mayli, nima sabab bo'lishidan qat'iy nazar, vazifani o'rindashni rad qilsalar, kimdir birlari boshliqqa bu yangi keldi oxun bak o'rinkan, gap anglamaydi ekan deb arz qiladi ekan. Bir qatim yarim kechida darhol shahar chechadagi bir yerga berib, ma'lum bir donliq arbobni ziyorat qilish uqtirishini topshiribdi. Bu arbob ma'lum bir ish bilan bu shaharga kelgan bo'lib, bir soatdan keyin ketib qoladi ekan. Shavya oldirab tenab ziyorat qiladigan yerga yetib borganda, ziyoratning amaldan qoldirilganligini uqtiribdi. Praktikat muxbir bo'lish sifati bilan oyda 900 yuan maosh oladigan Shavya 80 yuanga taksiga o'ltirib, yerib ochiqlanqidekmi holi qolmay, un-tunsiz uyga qaytibdi. Ko'p qism axborot sohalariga mas'ul odamlar bekitilib bo'lg'achqa, Shavya xabar manbasini bilgan taqdirdimi uningga berilmabdi. U kunda yangi temalarni izlab, boshqalarga tutgan muomalasi haqida o'ylanibdi. Oliy maktabda o'qituvchilarining e'tiborlashiga, saboqdoshlarining yaxshi ko'rishiga erishgan Shavya, xizmatdoshlarining nimishqa bundoq muomala qilganligini faqatla qolisini o'tkazolmabdi. O'zidan zodi nima xatolik o'tganligini har qancha o'ylabmi topolmabdi. Texnik qolisini o'tmaydigini 2 yillik xizmat jarayonida biror qatimmi hafta oxirida orom elib baxmay, kech-kunduz jafoliq ishlagan bo'lsa-mu, maoshi yanada tuvan. Xizmatni tuzuk ishlamaydigan, ziyoratni astoydil emas, telegramma orqali yo'llangan maqolaning kopiyasini ishlatadiganlarning oylik kirimi 10 mingdan oshadi. Aspirant bo'lsa nima bo'pti? Agar u bu yerda qolsa, kim bizning ishimizga to'psanmandi? Nochi bo'z tayin yo'q narsalarni yozmay, yanglan, bayan sumdak donliqlarni ziyorat qilib baxmisinmi? Texi radio stansiyada praktik qilib ekanmish. O'zi biror program ochsin. Bu yerga bir chillab ketdimi? Bir qatim suxonada xizmatdoshi oning biriga shundoq davatqanligini anglab qopti. Bu gaplar uning o'zini o'zgartirishga sabab bo'lib qopti. Boshqalarning e'tirof qilishiga erishalmagan bo'lsangiz, boshqalarga o'zingizni e'tirof qilg'izmoqchi bo'lsangiz, taraf-tarafdan kelayotgan xishbochilar ichidan bo'sib chiqmoqchi bo'lsangiz, boshqalardan 2 hassa ortiq natija qozonib, o'zingizga yo'l ochishingiz kerak. Orqa terikingiz, qo'lingizda ko'zirimiz bo'lmagan ahvolda bu nishonga yetish uchun boshqalardan 4 hassa ortiq tirishchanlik ko'rsatishingizkerak. Boshliq Shavyaga asosan mumkin bo'lmaydigan bir vazifa topshiribdi. Uning bu topshirilgan vazifa ayni chog'da qiziq nuqtaga aylangan, nurg'un tajribalik muxbirlarni osonlikcha ziyorat qila olmaydigan donliq kuldirgi cho'lpinini ziyorat qilish ekan. Shavya ilgari o'zi ziyorat qilgan, donliq cho'lpon bilan tanishtirgan bir san'atkorni esiga oldi. U san'atkor Shavyaga qoyilligini bildirib, meni ziyorat qilganlar ichida hech kim sizdek atrofliq tayyorlik qilib kelmagan. Siz meni ziyorat qilgan chog'da men ancha nom chiqarmagan bo'lsam-mu, lekin siz men bir qancha yilning oldida mikroblogda e'lon qilgan maqolalarimdan tortib pishiq o'qib chiqibsiz, dedi. Shavya bu san'atkor do'stining yordami va tavsiyasi orqali donliq cho'lponning do'sti va vositachi bilan aloqalashdi. Donliq cho'lponni ziyorat qilish kishilarning aytganidek uncha qiyinga to'xtamadi. Donliq cho'lpon aktiv moslashib, nurg'un yangi uchurlarni berdi. Amaliyotda Shavya bu qatimliq ziyoratga tayyorlik qilishni 1 oy burun boshlagan bo'lib, to'rdan topqili bo'ladigan ziyorat va suhbat xotiralarining hammasini degida ko'rib chiqqan. Har qaysi jihatlardan hech kim o'ylab baxmagan darajada puxta tayyorlik qilgan edi. Xizmatdoshi o'yin qo'yg'uch taraf ta'minlagan xabarning tekstini radlab o'ltirgan chog'da Shavyaning ziyorati hammani hayron qoldirdi. Siz bir yangi yoch shig'ingizda hech kim e'tirof qilmagan, madadni bermagan chog'da, hatto qatma-qat to'salg'ular ichida turibmi, ajoyib chiroyli imtihon qog'ozingizni topshirgan vaqtingizda boshqalarning ishonchisi va qoyilligini qo'lga keltirish yo'lingizdagi tunji qadamni bosgan bo'lasiz. Kitob va kinolardagi voqealikning taraqqiyot qoidasi bo'yicha bo'lganda, Shavya shuningdan keyin boshliqlarning e'tiboriga erishgan, uning tirishchanligi va irodasiga qoyil bo'lgan rahbarlar uning xizmatini davomli qo'llash qaroriga kelgan. Uni shuningdan e'tiboran baxtli turmushga erishgan bo'lsa to'g'ri bo'ladi. Ammo turmush go'zal cho'chak emas. Uni
uningga agishib keladiğini xizmatdoshlarining qahr bilan otgan xishkesaklar bo'ldi. Xizmat o'rnidan iborat jang maydoni hozirlasangiz bo'lmaydigan iqtidoringizni tavlaydi. Boshlig'ingizning xishkesaklari og'zi burningizga tegadi. Ishlarni atrofliq bir taraf qiladigan mijoz xarakter yetildirishingizga foydasi bo'ladi. Mayli qanchalik xishkesaklar uchib kelsin, faqat yiqilib qolmasangiz, ular sizning hujumga taqobil turish iqtidoringizni tavlaydi va chiniqtiradi. Bir qancha yil o'tib ketdi. Shoya ziyorat qilgan arboblarning soni necha yuzga yetdi. Ularning ba'zilari Shoyaning yaqin do'stlaridan bo'lib qoldi. Uning maxsus ziyorat programmasi bor bo'ldi. Shoya o'zining ta'sir kuchidan foydalanib, nurg'un xayr-saxovat ishlarini tashkilladi. O'z kuchiga tayanib, uy, avtomobil setib oldi. O'tgan kunlarning jafo mushaqqatlari, qayg'u alamlari uning suhbatlaridagi qiziqarli parang temalarga aylandi. Ba'zida shu kunlarda uchragan uvolchiqlarni tilga olib qolsa, bilmaganlar boshqalarning hikoyasini so'zlab o'tadi deb anglaydi. Uning hozir xizmatdoshi og'i parvo qilgudek vaqti yo'q. Chunki nurg'un ishlar uning qilishini kutib turdi. Shoya hech kim o'rnini ololmaydigan odamga aylandi. Lekin yanada burunqi xohlagan vaqtda almashtiriladigan, hatto bo'lsimi bo'lmasimi bo'ladigan bir venta. Bilamsiz, oliy maktabda leksiya so'zlagan vaqtimda bir o'quvchi mendan xizmatda eng jafo chekkan vaqtingiz qaysi, qanday o'tkazdingiz deb so'radi. Men faqat bir qancha kichik ishlarni so'zlab berdim. Eng og'ir kelgan ishlarni texnik tilga olmay turibla bir qanchasi yig'lab ketdi. Ular dunyoning shu qadar shafqatsiz ekanligini texi bilmaydi. Lekin shu qiyinchiliklar mening pishib yetilishimga sababchi bo'ldi. O'zimning uncha g'ayratli ekanligimni, uncha ko'p ishlarni qila oladiganligimni o'ylab baxmagan edim. Ishni hal qilishning chorasi hamon topiladi. Agar qila olmayotgan bo'lsangiz, bu sizning to'g'ri usulni texi topolmaganligingizni bildiradi. Men yashab hozirga kelguncha mana shunday bir haqiqatni tunib yetdim. Bir qatim paranglashib o'ltirib, Shoya menga bularni so'zlab berdi. Qarasam uning ko'zlari namlashib qopti. Turmushda, xizmatda har turli qishkesaklar har tarafdan bizga uchib keladi. Biqillarimizga, bosh ko'zlarimizga tegib, qattiq og'irtdi. Meni vaqirab jaqirang yoki yilinib yolvuring. O qishkesaklarni siz to'xtatolmaysiz. Faqat birli chora bor. Ularni birdan terib, pashtoq yasab, ustiga chiqing. Egizda turib, boshqalar talpinadigan manzarga aylaning. Rahimsiz dunyoda bir parcha harorat bo'lib yashang. Dickensning Qo'sh shahar xotirasi nomli asaridan ilingan bir qancha so'zlar bor. Bu so'zlar xili ko'p kishilarga ta'sir qilgan bo'lishi mumkin. Ammo meni eng ta'sirlantirgani hikoyadagi bosh qahramon Kardin. U boshda tushkun ham mehr muhabbatsiz bir odam edi. Men bu dunyoda hech qanday odamga ko'ngil bilmayman. Menga ko'ngil bildigan hech qanday odam yo'q. Lucy paydo bo'lib, uning qorong'u dunyosida go'yo bir quyosh bo'lib parlab chiqdi. O'zining Lucyni yaxshi ko'rgidek salohiyatining yo'qligini biladi. Lekin yanada Lucy uchun badal to'lashga rozi bo'ldi. U Lucy uchun har qanday ishdan, hatto hayotini qurbon qilishdan yanmaydi. Eng oxiri muhabbat raqibining o'rnida ko'lli kesish maydoniga chiqib, hayotiy badaliga yaxshi ko'rgan odamini baxtga erishtirdi. Kardin garchi o'lib ketgan bo'lsa-mu, qurbonlik berish oldidagi o'sha daqiqalarda o'zini mehr muhabbatsiz yashagan chog'lardagidan baxtli his qildi. Muhabbat uning hayotiga yo'riqlik beg'ishlagan edi. Ko'p hollarda kishilarning dunyo rahimsiz deb zorlig'ini qalbidagi muhabbat va illiqligi bo'lgan intizorligining aks etishidan boshqa narsa emas. Dunyo rahimsiz deb qo'shayotgan chog'da biz dunyoda hech kim menga ko'ngil bo'lmaydi deb qiynayotganda Kardinga o'xshab qolamiz. Lucy uni o'zgartdi. Uning mehribonligi, do'stonaligi shafqatsiz dunyoni eritdi, Kardinning qalbidagi muzni eritdi. Biz hammamiz saqlayapmiz. Lucyning dunyoyimizga bosib kirishini, shuningdek e'tiboran qalbimizning mehr muhabbatga to'lishini saqlayapmiz. Saqla. Shundoq bir odam hech paydo bo'laydimi?
Ammo nimishqa o'zimiz Lucy bo'lolmaymiz? Biz o'zimiz Lucy'ga aylangan chaqda dunyoyimizning muhabbat va illiqlikka to'lganligini bayqagan bo'lardik. 2014-yili 8-oyda bir xonim Florida shtatidagi Starbucks qahvaxonasining bir bo'tkisiga keldi. U bir stakan qahva bo'yitgandan keyin bo'tkichiga yana bir stakan qahvaning pulini berib, mendan keyin qahva olg'il kelgan odamga bir stakan qahva sovg'a qilman deydi. Uning keyindan kelgan xaridormo bu to'g'siz sovg'adan cheksiz xushal bo'lib, uni keynidan kelgan bir odamning qahva pulini to'lab etib ketib qoldi. Shunda qilib bir stakan qahva bilan ifodalangan bu muhabbat 300 nechinchi odamgacha davomlashadi. O'zimiz setilib kelgan bir stakan qahvani yaxshi ko'radigan odamimizga bergan chaqda, uning chiroyidagi xushallik kulgisini tasavvur qilib boqayli. Ya'ni tasavvur qilib boqayli. Xizmat ishimizning oldiga bir stakan qahvani qo'ygan chig'imizda u qanchalik xush bo'lib ketadi. Bir stakan qahva ikki odamni xushallik tuyg'usiga cho'mdirdi. Agar hamma odam shunday qilsa, bu dunyo mehr muhabbatga to'lmasmi? Mening do'stlarimdan ranjigan, sovuq muomalaga uchrab, dunyodan norozi va dargumon bo'lgan chaqlarim bo'lgan. Ammo otamning vafotidan keyin orliqni yiroq ko'rmay, musibat uchun kelgan 500 dan ortiq odamni va ularning chiroyidan otamga bo'lgan hurmatni va uning o'limi sababli qayg'urish ifodalarini ko'rdim. Otamning yaxshiliklaridan minnatdor bo'lib aytgan so'zlarini angladim. Keyin otamdan qolgan tabriklarni ratlash jarayonida otamning kundalik xotirasidan har qatim boshqalarga yordam qilgan chaqda o'zini naqadar baxtli his qilganligini bildim. Shu chaqda men bu otamdek odam bo'lishim kerakligini, boshqalarga yordam qilish orqali xushallik va baxt tuyg'usi tepish kerakligini tunib yetdim. Nurali Obdizning Şinjan Pan-texnik nashriyati nashr qilib tarqatgan 1 yilingizdagi 8760 soat nomli asarni mush yergacha anglatdik. Davomini ati anglaysizlar.